Bizga kerak bo'ladi pilka, polirovka pilka, ya'ni bu yaltiratib beradigan tarafi va yaltiratishga tayyorlab beradigan joyi. Bu apelsinoviy palochka deyiladi. Bu agar ortiqcha teringlar bo'lsa, tirnoqlarning ustida bu ko'tarib berishga yordam beradi. Bo'sh idish xina tayyorlashimizga xinani suyug'i va kukuni kerak bo'ladi va oxirida vitamin uchun, terilarimizni yumshatib berish uchun yog' kerak bo'ladi. Ularni forma qilib olamiz. Qoluvchilar uchun tirnoqlarga qaysi biri yarashadi, o'shanga qarab dumaloq yoki to'rtburchak formani tanlaysizlar. To'rtburchak forma, agar естественный formasi to'rtburchak bo'lsa, to'rtburchak qilganinglarni maslahat beraman. Agar uzunroq chiqsin desanglar, dumaloq qilganinglar yaxshiroq bo'ladi. Xina tayyorlayotganda bo'sh idishga avval suyug'ini, hayron bo'lmanglar, men buni o'zim idishga solib qo'yganman. Nima ishlab o'tganlar deb. Suyug'ini yetarlicha solamiz. Bundan kamroq solsanglar ham bo'ladi. Endi men ko'p ishlatganim uchun ko'proq tayyorlab olaman. Birinchi suyug'i ustidan kukuni solinadi. Deyarli birga bir solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Pastamiz yana ham yaxshi chiqishi uchun ustini yopib 1 minutga chetga olib qo'yamiz. Chiqganimizdan keyin yana bitta yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Kukuni shunda yaxshi eriydi. Rangi ham chiqishni boshlaydi. Tirnoqga polniy qop-qora xinani surishimiz uchun bizga mana bunaqa kist kerak bo'ladi. Xohlasanglar bundan kattarog'ini ishlatsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar bundan kichikroqni ham, farqi yo'q, faqat o'zingizga udobni bo'lsa bo'ladi. Kistimizning uchiga xinani ko'proq massada mana bunaqa ko'rinishda olamiz va tirnog'imiz ustiga o'rtarog'iga, kutikulaga yaqin joyga emas, o'rtarog'iga qo'yib, sekin ustiga bosamiz. Bosganda o'zi yoyilishni boshlaydi xina va teriga tekizmasdan sekin-sekin itaramiz. Yana xina olamiz va yana suramiz. Uy sharoitida qilinadigan xatolardan bittasi, xuddi lakka o'xshab, yuqa sloyda surib qo'yiladi. Xinani yuqa qilsanglar, rangi o'chib ketib qoladi. O'shaning uchun ko'proq qilib surishimiz kerak. Yana qaytarib o'taman. Xinani ustiga bosib chetlariga surib chiqamiz. Xinani lakka o'xshab surmaymiz, ustiga bosamiz. Mana. Chetlariga ham tegib ketmadi. Endi qolgan barmoqlarimizni ham xuddi shunaqa to'ldirib chiqamiz. Tirnoqlariga qo'yib bo'ldik. Endi 20 minut kutamiz. 20 minut o'tdi. Endi artib chiqamiz tirnog'imizni. Xohlasanglar yuvsanglar ham bo'ladi. Hop, endi polirovka pilkamizni oq tarafida tirnog'imizni ustini ishqalaymiz. Mana tirnog'imiz bunisi matoviy, hozir ishqalaganimiz yaltirab turibdi. Mana polirovka qilib oldik. Endi terlarini yumshatish uchun masladan surib chiqamiz. Bu vaqt emas.